sizlarga zo'r manzaraga ega bo'lgan ikki xonali xonadonimizni havola etmoqchiman o'rtoqlar. Ro'paramizda Piramid Tower, bu yoqda Nesvanlarimiz, o'ng qo'limizda teleminoralarimiz, pastimizda yashil hududlar, birlagash parkovkalar, yonginamizda biznes sentrimiz. Juda ham chiroyli manzaraga ega bo'lgan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 73 kvadratdan iborat. Razdelniy planirovkalar qilingan. Birinchi xonamiz oshxona. Oshxonadan vyhodimiz balkonga. Bu yoqda santexnikalarga joy qoldirib ketilgan. Bu yoqda bo'lsa, o'ng qo'limizda kattagina zalga ko'zingiz tushadi. Planirovkalarimiz juda ham zo'r. Har bir xonamizda sirkulyatsiya mavjud. Bu yoqda bo'lsa, yotoqxonaga hududimiz. Yotoqxona ham juda ham gramatniy. O'rtada kattagina prixojiyaga ko'zingiz tushadi. Bu yoqda umumiy sanuzilga hududlarimiz qoldirilgan. Yashnobod tumani Baku ko'chasida joylashgan yo'l yuziga yaqin masofadagi ushbu xonadonimizning yo'llari ham juda katta qilingan. Yashil hududlarga alohida e'tibor beramiz. Xonadonimizning preimуществолaridan biriga to'xtaymiz o'rtoqlar. O'zini avtoparkingi, ya'ni podzemniy parkovkasiga ega. Chap qo'limizda o'zini favorasi, stadion, bolajonli maydonchasi, detskiy planshatkalariga ega bo'lgan ushbu xonadonimizning umumiy narxi 84 ming AQSh dollari belgilanayotgan bir paytda bizni 79 ming AQSh dollariga ko'ndirib qo'ydi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joy bor, sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'linglar.